ikkalasiga yana kim sherik bo'lib aytaman desa kelib mikrofonni olsin. 3-bo'lib. Bir kuplet u aytadi, bir kuplet bu aytadi. Yana agar birov aytmoqchi bo'lsa, qaysi so'z bilan aytsa aytaveradi lekin. So'z boshqa bo'lsa ham biz qabul qilamiz. Ha, masalan, birov chapandozda boshqa so'zda aytadi, birov boshqa so'zda. U o'zini so'zida aytaveradi. Bu ham o'zini so'zida aytaveradi. Bir kuplet. Hali u boshqa davlatlarda bo'ladi-yu. İtalyanlarda bo'ladi, masalan, birov italyan tilida aytadi, boshqasi o'zining tilida. Bitta operani bir xil, ikki xil tilda aytishaveradi. Xullas, hozir mana intriga bo'ladi-da, bunda yaxshi bo'ladi. Shu bunaqasi bo'lmagan. Endi bir maza qilamiz hozir. Qo'shni yangi imkoniyatlari. Ha. Mikrofon bu haligi hozirgi bo'layotgan ish ikkita san'atkor birga aytishligi Sheralijon aytganidek maza qilinglar, bu bir mushoiradek gap. Bu anonisi zo'r aytar ekan, yo'q unaqa emas. Ha, u bo'ladi. Yaxshi muxlisga mukofot bor. Albatta. Yaxshi muxlis Abdulqosim akamda. Agar mukofot bo'lsa. Umar, duo qilib turavering. Siz 100 ga kirganda ham duo qilib turavering, ish bor. Xudo beraveradi o'zi. 100 dan keyin o'zi qo'lingizni ochib yursangiz ham o'zi Xudo beradi. Ya ilohim bizdan o yaratganga bog'liq. Kimga 2 yil umr bergan. Shunchaki duo olur, uzaytiruvchi ham, ko'paytiruvchi ham, olib ham yaratgan o'zi. Ilohim hammamiz umrimiz uzoq bo'lsin. Mana jahonimiz bilan davlatimiz, xalqimiz tinch bo'lsin. Rahmat. Endi musobaqa bitishimizda endi mayli shunaqa iltimos bo'lgan ekan, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Men Buxorolikman, endi bu yoq Xorazmdan. Bitta savol aytib beraylik, birlashib qo'ldan kelgancha. Sen, sen, sen,
Boşuna koy kadam Sarıglar hoş geldin Kimde ayrıldın içine Rafiqi tanmadım ağya Hayal varsa gayb olurlar Olvaşlar hamrav Kılarlar bana millim Mümküne bakmam biridin var Nabara tağamin aldım Kimiyandın istagayra Gözüye hem bakrama bulmaz Bani hem baram dikmam Kolu tavbiyen yağıyım Merhametin ilticalarıya Kadir dalga tariken Gürlemin dalgarlıcalarıya Muhabbet aliyet Görmeyi istemey mullalarıya Misalim müjdesidir Tüp aylem aşnalarıya Tütüp bir vapat Avyedenir İshar kuş çildir Saçılıp girip bediller Perişan olgan anlam Nebi yavdi geberim Tevbete kalgan anlam Seherler çok şişem Kırdan ağladım anlam Yanında ağlıyor közler Yalan anlam İskar kuş geldin Küzü zarı sar Nice kim oynamakunla Lamişanidir ağab Ölen hammacatunla Gıdasını imamul
İlahi
borlik uchun yo'lamayapman hozirga. Ko'zingizga yosh kelib ketdi, bildingizmi? Ustozlarni esladingiz, ko'rgansiz. Barakallah. So'ngjon, barakallah. Orol Mirzo. Ochilbek birodarimiz. Iloyim, mana bu san'at haqiqiysi deyiladi. Mana shu. Bunga hammani ham yuragi dov bera olmaydi. Kelib chiqib kelishini qarang Orol Mirzoni. Endi mana shu holat davom etishi kerak. Bu holat avval bo'lgandir balki. Avval bo'lgan bo'lsa kerak, boshqa joylarda bo'lgan, lekin bizda bo'lmagan edi. Endi qisman ba'zi bir holatlarda bo'lingan, konsertlarda bor narsalar, lekin bu ham qaytib keldi mana Allohga beadad shukr. Hech kimdan xafa emas mana hozir. Mana shu holatda bu siz san'atkorlar o'tiribdi, juda ham ko'pchiligi san'atkor. Mana sizlarga uchalangizga turib, shular hammasi o'rnidan turib qarsak cholish bu podsholarga turiladi. Va keyin san'atkorlarni zo'riga shunday ta'zim qilinadi. Bu san'atni ulug'ligiga tan berganda tomoshabin o'rnidan turadi, turib qarsak choladi. Mana shu holat davom etishi kerak. Bu holat shu yurtimizda albatta bundan keyin davom etadi. Agar imkoniyat bo'lsa, yana biron narsa aytishga kelishib olsanglar, bizni xursand qilgan bo'lasizlar. Endi agar sizda boshqa maslahat bo'lmasa, hozir bular endi biror piyola choy ichib olsin. Bu suvoradan keyin yana quruq tomog'ini aytolmaydi. Sal o'ylaqsin. Ha? Xo'p. Lekin kelishib olinglarda bu go'zal bo'ldi hozir. Yo'q. Qanaqa? Bu ikkovini o'rtasida qolib ketdi demang usta. Meni ham ustozim o'lmas qora. Shu o'rtasida turib. Yana bir narsa bor-da, hojaka. O'lmas qora ekan, shuni aytdilar. Lekin bir narsa bor. Senga yetkazib yuboraman deb yana o'zlaring qiynab qo'ymanglar. O'sha pardalarni bilasizlar. Pardaga ishonib chiqib keldi. Albatta, nima hali ashulachi emasligim uchun. Nima? Ustoz juda tadbirkor odam. Ikkita qora gapda safar o'tkazishi kerak edi o'zi. Aylanib ketay. Men gapingizdan xursand bo'ldim. Ko'p